Boburning dilbar shaxs ekanligiga uning ruboiy va g'azallarini o'qigan har bir shaxs yana bir bor amin bo'ladi. Sen gul, senu men haqir bulbuldirmen. Sen shu'lasen, ul shu'laga men quldir, men nisbat yo'q deb ijtinob aylama hech. Shoh men elga, vali senga quldirmen. Hindistonda 300 yil vaqt mobaynida hukmronlik qilgan Boburiylar sulolasi asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur umri davomida vatan sog'inchi ila yashab o'tdi. Yod etmas emish kishini mehnatga kishi, shod etmas emish ko'ngilni g'urbatga kishi, ko'nglim bu g'ariblikda shod o'lmadi hech, g'urbatda sevinmas emish albatta kishi. Uning she'riy merosida inson qalbidagi iztirob, sog'inch, hijron va hayot sinovlari chuqur aks etgan. Toli yo'q jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatoliq bo'ldi. O'z yerini qo'yib, hindsori yuzlandim. Yo Rab netayni yuz qaroliq bo'ldi. Bobur Hindistonda ulkan imperiya barpo etgan bo'lsa-da, jisman Hindistonda, qalban Andijonda qoldi. Ko'pdan beri kim yoru diyorim yo'qdir. Bir lahza-u bir nafas qarorim yo'qdir. Keldim bu soru o'z ixtiyorim birla, lekin borurimda ixtiyorim yo'qdir.